Qadrli do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Siz Renessans telekanalida Yangi tong dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 23-yanvar, haftaning juma kuni. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar, bugun hozir aynan studiyamiz to'lib ketdi. Mehmonlarimiz juda ham ko'p va hattoki boshlovchimiz Zulayho o'z o'rinlarini ham mehmonlarimizga bo'shatib berdilar. Men shu yerda bo'laman, sizlarni kuzataman va yana dasturga qaytaman deb menga va'da berdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. 1, 2, 3 ketdi. Assalomu alaykum. Birayyo'la salom berib oldik-da. Assalomu alaykum, Dars yaxshimisiz? jarayonlari esimga tushib ketdi. Baribir seziladi. Sizlarga yana bir bor tanishtirib o'taman. Barchanglar taniysizlar. Bizda demak mehmonlarimiz barcha yaxshi biladigan ajoyib iste'dodli yoshlardan iborat Best guruhi hamda ularning badiiy rahbarlari Komiljon aka Hasanov. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Mana erta tongdan uyqulardan voz kechib, yelib yugurib keldik kanalga. Qiynalmadinglarmi? Yo'q. Qiynalmadik-ku, bir-birimizni kutish bilan ovora bo'ldik, lekin o'z vaqtida keldik. O'shani so'ramoqchi edim, chunki sizga-ku ishonaman, o'z vaqtida baribir siz yetib kelasiz, o'z vaqtida uyg'onasiz, lekin ustozlarda baribir bo'ladigan holat qaysidir o'quvchisi, qaysidir shogirdi baribir uyquchiroq bo'ladi. Uyquchi bo'ladi. Shu men Bahodir. Ha, Bahodir. Bahodir uyquchiroq. Sirlar ochiladi bugun, xafa bo'lmaysizlar. Bugun hammasi yuzaga chiqadi. Sirlarni ochib tashlaymiz o'rtoqlar. Xush kelibsizlar, sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Juda ham ajoyib kostyumlarda kelibsizlar va o'ylaymanki, umid qilamanki, sizlardan ajoyib chiqishlarni bugun tomosha qilamiz. Best guruhi ham raqs tusha oladi, ham qo'shiq kuylay oladi, ham ajoyib taqlidlar qila oladi. Xullas kalom, serqirra ijodkorlardan iborat, to'g'rimi? Shunaqa desak ham bo'ladi. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Qarang, nima uchun Sardor aynan bunaqa kiyinib keldik? Sizni kostyumingizga moslab. Ha, Biling. rahmat. Bilsam bilarman deydi-yu. Siz bilarsiz. Yaxshi. Xo'p. Mana yangi 2026-yilni ham boshlab oldik. Deyarli bir oy ortda qolyapti. Sizlar uchun, aynan mana shu jamoa uchun o'tgan 2025-yil qanday o'tdi? Qanaqa yutuqlar, qanaqa nima deydi, muvaffaqiyatli onlar va mana bu kelayotgan, kirib kelgan yilimizda qanaqa rejalar bor? 2025-yilda men aytgandim, xudo xolasa Best guruhining yili bo'ladi. Biz tinim bilmay ijod qilamiz, yangi kliplar, yangi qo'shiqlar chiqaramiz deb o'zimizga va'da bergandik va shunday bo'ldi desak ham bo'ladi. Bir 90% orzularimiz amalga oshdi. Juda ham ko'p ashulalar chiqardik, kliplar chiqardik. Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert, yakkaxon konsertimizni ham 2025-yil berdik. Mana